Bu oyda baxillik qilmang. Ramazondagi ihson jannat kaliti. Bu oyda berilgan 1 so'm ihson boshqa vaqtdagi minglab so'mdan afzalroqdir. Uning aybi nima? Taqdir sinovimi? Yo'q, bu sinov unga emas, aslida bizga, siz u bizning oqibatimizga berilgan sinovdir. Mana shu devorlar tilga kirganda edi. Qancha og'riq va tunlari to'kilgan ko'z yoshlarga guvoh bo'lganini aytib berardi. Murojaat uchun Islombekka aloqaga chiqing. Telegram, WhatsAppdan. Aka bilan keldik. Hozir klinikaga kirib sog'liqlarni tekshiramiz. Внутренние органы проверили на УЗИ, то есть все органы внутренние в пределах нормы, то есть отклонений не видим. Сделали кардиограмму, по кардиограмме тоже сердца отклонений не видим. Там проблемы, повреждены ребра. Продолжается обследование, конечно. Спасибо большое. Можно мы вот, это ваше имя и отчество, да? Да. А можно еще фамилию вашу? Nizamov. O'zim asli Qashqadaryo G'uzor tumani Rassvet qishlog'idanman. O'zbekistonda nima ish qilgansiz? Asli O'zbekistonda yashirmayman, aravago'sh bola bo'lganman. Bor. Farzandlar bor. Bor. Farzandlarim nechta? 4 ta farzandlarimdan. 4 ta qizim bor. Maşallah. Hammasi qiz. 4 ta qizim bor. Bu jannat insonlarda. Bu soatniki. Ha, o soatniki Bu medal nima ekan? Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan favqulodda murakkab vaziyatda o'z joni va salomatligini xavf ostiga qo'yib, ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulab tushayotgan yosh bolaga amaliyotni ko'rsatgan va uning hayotini saqlab qolgani uchun qolgan xalqimizga xos yuksak jasorat, qahramonlik va fidoyilik qazangan jalb rahbari Odilov. Tabriklayman. Bu degani yilni qolagan paytingizda telefon qilasiz, mana bu Temur akaga bilet kerakligini desangiz, sразу xabarda bilet qilish O'zbekistonga bemalol qaytib olasizga. Xo'p bo'ladi, rahmat. Tabriklaymiz. Minister sovg'alarimiz bor ekan. Borib turib uyda zerikkanda